Birinchi kursga qabul qilinganlar yotoqxonaga qachondan ariza topshirishlari mumkin? Davlat oliy ta'lim tashkilotlarida talabalar turar joyiga joylashish tartibi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 14-avgustdagi 376-son qarori bilan belgilangan. Unga ko'ra, talabalar turar joyiga joylashish uchun arizalar har yili 1-avgustdan o'quv yili yakuniga qadar qabul qilinadi. Birinchi kurs talabalari esa talabalikka tavsiya etilgandan keyin yotoqxonaga ariza topshirishi mumkin. Arizalar my.gov.uz orqali yoki davlat xizmatlari markazlarida elektron shaklda topshiriladi. Shu bilan birga mandat natijalari e'lon qilingandan keyin birinchi kursga tavsiya etilgan talabalar haqidagi ma'lumotlarni tegishli axborot tizimlariga yuklash jarayoni amalga oshiriladi. Shu sababli ayrim talabalar hozircha my.gov.uz orqali ariza topshirishda foydalanuvchi ma'lumotlar bazasida mavjud emas mazmundagi xabarga duch kelishi mumkin. Agar abituriyent talabalikka tavsiya etilgan bo'lsa-yu, biroq yotoqxonaga ariza topshirishda uning ma'lumotlari chiqmasa, bu ma'lumotlar tizimga hali to'liq yuklanmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda ma'lumotlar tizimda aks etishini kutib, keyin qayta urinib ko'rish mumkin. Ya'ni 1-2 kunda ariza berishingiz mumkin. Bunday ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizga obuna bo'lib qo'ying.